Oldingmi? Yo, hozir qo'ladilar. Olib chiqaman. Bo'laqa. Umrum. Oldingmi? Davay. Ha, Olib chiqishga olib chiqdik. Ammo haydash bilmayman uni. men bilaman. Ba. Ketdik. Gulnurg'on qizimi? Ha, o'sha. Yur, qayda, yur. Gapim bor. Nomeringizni bering. Mana. Nima qildi? Love qildi. Bolla. Yıkıdı durar elde gülüm suldu. Oy canım azopsuz. Bu olifta kim edi? Ish qilib mashinaga qishtirib qildim. Tinchlikmi bolalar? Sendan so'rash kerak. Urganingda nima bo'lardi? Yo'q, bolalar, men bu yerga mehmon kelganman. Birinchi kundan urish niyatim yo'q. Mendan o'tgan bo'lsa uzr. Uzr? Odamni ham sharmanda qilding, Suyun. Endi kim edi bu otasining o'g'li? Bilmayman. Kimdir Toshkentlik qarindosh bo'lsa kerak-da. Moshinangiz nima qiladimi? Allo. Ha, aka. Ko'chada edim. Nima? Vazelin so'rayapti. Vasilin? Allo. Ha, hozir olib boraman aka. Botir. Vazelin olib keldingmi? Ha? Uchli tuflimni olib chiq. Nimaga aka? To'yim bor. Muncha ko'p savol berding, bor. Ha, to'yizmi? Hozir. Mashinani haydamadingmi? Yo'q, aka. Haydash bilmayman. Bo'pti. Men ketdim. Yaxshiyam teskari qo'yganim bilmadilar. Alo. Ha, Nozik qaydasa? Do'kon ketyapti-da, uyda shakar qolmagan ekan. Ha, unda ko'rishaylik. Yo'q, ko'rib qolishadi. Ya, ko'rishamiz. Hozir boraman. Hozir. Ha, yaxshi qiz. Bu yerda yaqin atrofda magazin bormi? Magazin shu mahallani boshida. Qochib tur. Tush gaplashib olamiz. Qishloqqa keldim, o'g'lagan qizimga gapira olaman deb o'ylayapsan. Magazin so'rab bo'lmaydimi? Rostdan magazin so'radimi? Ha. Xafa bo'lmaysan? Noto'g'ri tushunibman. Yes.
Adang yetmaysan ishqilib. Yosh bola ko'ra olmaylar. Ayingacha. Ayo yetmayman. Buvinggacha. Qisasiyu. Qayerdan paydo bo'lib qolding o'zi sen? Ha, ketotdim o'zi. Bir payt urushayotgan ekansizlar. Sen kalta yozsam debman. Bo'lmaysan, mehmon bizadan o'tdi. Ha, mayli. Mehmon demanglar, ismimni aytib chaqiravering. Isming nima? Ismim Shohruh. Meniki Botir. Meniki Suyundiq. Nima? Suyundiq, suyun, qattiqni, suyun. Ha. Suyun. Bo'ldi, yaxshi. Qishloqlar yaxshi ekan, go'zal ekan. Alo. Ana nima bo'ldi? O'ziga keldimi? Tushunmadim, senga nima? Voy shunchaki so'radim, nega jahl qo'yasiz? Вообще ishing bo'lmasin bilan, tushundingmi? Voy xo'p. Bilan boramiz, kesgan joyga ketamiz Peterga. Ye, toy bolaga yotdi-yu. Ha, qalaysan? Yaxshi, rahmat. Qaydan kelding? Toshkentdan? Poytaxtdanmi? Qurumsan? Tushunmadim. Qurumsan deyapman. Ha, bo'ldi. Ha, Shuhrat, tinchlik? Nimaga? Ha, nima qilsizlar endi? Tanishyapmiz. Seni tanishing bilaman, Shuhrat. Ha, qo'yaver, yaxshi bola ekan, suhbatini oldik. Ayog'i? Ha, yaxshi bola. Ha, gap yo'q. Tanishganimdan xursandman. Bo'pti, Shuhrat, gaplashamiz. Hamni yo'qotman buni. Ha, ozormiz, sekizik. Nozi, Nima keldingiz? mendan xafamisan? Yo'q, xafa bo'lmadim. Men ham to'g'ri tushundim, Nozi. Senga qaragan 100 ta bolaga qarshi chiqa olaman. Lekin sen qaragan bitta bolaga qarshi chiqa olmayman-da. Qayerdan oldingiz bu gapni? Instagramdagi Reels'dan. Sevasan meni? Yo'q. Shunchadan beri gaplashamiz, bir marta ayta, xo'p? Boring, hozir oyim kelib qoladilar. Qo'rqmayman o'sha onangdan ham, tushundingmi? Shu qimmatga tushdimmi deyman-da. Nimaga? 38 mingga oldim shuni. Ay, 40 ming bersang ipini ham qo'shib berardi. Zvachka qo'ydim-da. Sizlar. Ha, namuncha? Yaxshi. Jo'ra yordaming kerak-da menga. Bo'ldi, davay, kimni urish kerak? Urushma. Faqat uraverasanmi? Ha. Ertaga Nozimani tug'ilgan kuni shunga nimadir qilish kerak. Bo'ldi, shikolat berib yubor. Ya, o'tgan yili ham shikolat berdi. Unda oldingi yil ham shikolat berdi. Bir yangilik qilish kerak-da. Bo'ldi, unda yangi shikolat ber. Romantiklik tabriklash kerak. Qanday bo'ladi? Bitta ideya keldi. Xo'p, Nech puling bor? bor yiqqanim 18 ming. Qaydan olding uncha pul? O'g'irladingmi? Yo'q, yig'dim. Ha, bo'pti. Senga 200 ming berib turaman. Oma, kredit harom, oma. Voy, shundoligicha berib turaman 200 ming. Puling bo'lganda berasan. Halol nasib ekan. Ha, berar ekan. Xo'p, nima qilamiz? Plan qilamiz. Ketik bilan qilamiz. Zo'r qilaylik, bir tabriklar. To'xta. Kepegünüm geçir benim kıyalımda. Geçir sensiz ömür sürmez yüreğimde. Assalomu alaykum. Nima berasizlar? Qo'shiq bormi? Qo'shiq bo'lsa zo'r bo'lardi. Qo'shiq ota-ona haqida? Yo'q, sevgi haqida. G'appar, sevgi haqida, ha. G'alatiroq ekan. Et qo'shiq. Do'lanimi? Voy, sevgi haqida. Salom sevgim g'unchasi, ko'nglim merkasi, yuragim nolasi. Senla birga bo'lsam qalbim malikasi. Kel seni baxtli qilarman o'zim. Azizam ko'zing kulsin, nurlarga to'lsin hamisha sevgilim. Bir umr yoningda bo'layin men o'zim. Seni baxtiyor ko'rsin ko'zim. Voy, rosa kech bo'lib ketdi, oyim urishadilar. Shoshma. Nima? Balki bugun aytarsa, Nimani? sevishingni-da. Aytmayman. Hammasi uchun rahmat. Tug'ilgan kuning bilan. Zo'r bo'ldi-ya o'zi. Ha, vaqti bomba bo'ldi. Qishloqda hali hech kim bunaqasi qilmagan. Ha. Rahmat senga. Ha, mayli. Senga ham rahmat. Yana 4 ta skriptga yetishmadi-da. Ha, endi qo'ya qolgan. Ularni qo'ysang to'y bo'lib ketardi-yu, вообще. Yo'llaring. Uyi bo'shat qo'y deganmidim. Bir kun muhlat tanlagan. Uyi bo'shatsang bo'shat. Hech qayerga ketmayman. Voy. Bu tilini bermaydi bu
tilini bermaydi. Hey, bir kun muhlat sallaga. Bo'shat sen bo'shat. Bo'lmasa, hammani seni olib chiqib ko'chaga uloqtiraman. Bildilaringmi? So'la zolku, ha? Qaramasdan o'tib ketamiz, yurlaring. Bu meni rahmatli o'g'limning uyi. Oshiq yigit. Bo'pti. Charchama. Bo'pti. Bo'pti. Sen Nozimaga bitta telefon qilib qo'y. Uyda nimadir problema bo'lgan. O'zim ham shuni o'ylayotgandim. Bo'pti. Telefon qilib qo'y. Charchama. Alo. Alo, Tinchlikmi? Uyin oldida janjal bo'lyapti. buvim bizani uydan haydab chiqaryaptilar. Nimaga? Nima haydab chiqaradi? Xullas, dadam o'lganlaridan keyin buvim uyni urush qilib tortmoqchilar. Lekin dadam o'lishlaridan oldin vasiyat qilib, uy oilamga qolsin deganlar. Buni buvim bekityaptilar. Dadangni vasiyati aniq bormi? Ha, bor. Chunki dadam o'lishlarini oldindan bilganlar. Buvimning xarakterlarini bilib, shu vasiyatni yozganlar. Tushunarli. Hammasi yaxshi bo'ladi hali. Hammasi zo'r bo'ladi. O'zingni uni qiynamagin. Yaxshi bo'larmikan? Buvim bizani tinch qo'ymaydilar. Ertaga chiqmasalaring, narsalaringni ko'chaga otaman dedilar. Menga shu hammasi zo'r bo'ladi. Hozir siqilmasdan o'zingni bosib uxlagin. Xo'p, mayli, yaxshi dam oling. Bo'pti, sanam. Shu yetmayotgandi. Biz gap bo'lar. Ha, oshiq yigit. Nima gap? Muammo bor, Suyun. Ha, bu yangilik emas-ku. Nozimaga yordamim kerak. Ana. Eng yaqin do'stingiz kelyapti. O'sha yordam beradi. Nima gap? Tinchmisan? Ha? Nima bunaqa o'tiribsizlar? Menga bitta qog'oz kerak. Hojatgami? Ozgina jiddiyroq bo'lgan. Qarochi Nozimani buvisi uydan haydayotganmish. Bu o'g'limniki deb. Lekin otasini vasiyati bor ekan. O'lsam shu uy oilamga, xotinimga, qizimga degan. Qarochi buvisi shu anoni bekitib yuribdi vasiyatni. Xo'p, qayerda ekan u vasiyat? Buvisinikida. Yo, seryoz, qayerda ekan? Ha, seryozni aytaman, buvisinikida ekan vasiyat. Ha, shunaqa demaysanmi? Bu vasiyat уже yo'q bo'lib ketgandir. Bilaman, lekin oxirgi yo'limiz shu-da. Shu vasiyatni topishimiz kerak. Endi nima qilamiz? Amallasa bo'ladi. Ha? Xolajon keling, yordam beraymi? Ha, xolam o'zim. Kim u? Buvisi. Turchi? Xatga qo'yaylik, xola buni. Chakka qo'y. Mana. Voy rahmat bolam. Ah, xola, bu yoqlarni o'tlari o'sib ketibdi-yu. Nimasini aytasan bolam? Jamshidjonga necha marta aytdim. O'zini u yoqqa soldi, bu yoqqa soldi, mana yotibdi hali ham. Ah, xohlasangiz o't yuradiganlar bor xola. Kim? Biz? Mana biz turibmiz. Ha, bizda. Badan tarbiya bo'lardi bizga. Ha. Bolam, sizlarni ovora etib qo'yaman. Nima Ey, savol? bugun bekor edigan. Ha, bugun bekormiz. Voy, qandoq bo'lar ekan? Voy bolalarim. Bo'lmasa men sizlarga kerakli narsalarni olib chiqib beray. Ha, bo'ldi, Nima kerak bo'lsa. Ey Botir. Sen endi mendan qarssan. Vasiyatni olsam, xohlagan narsani olib beraman. Ey, kirishga kirdik. Endi nima qilamiz? Vaziyatni kutamiz endi. Hay bolalarim. Sizlar ishlab turinglar, shunda do'konga chiqib pomidor olib keling. Pomidor qolmay qolibdi, aynani bolam. Bemalol xola boravering, o'zimiz qilib tashlaymiz hozir hammasini. Darrov kelaman hozir. Oho, ertalabdan cho'milib chiqqanmisan deyman. Hamma ishlaring o'xshayapti. Qaralaring. Shoh san shotda bo'lib tur. Sen darvozaga qarab tursin-yu. Men uyni ko'rib chiqaman. Xo'p. Ket. chiqib bitta qiz dedi shoshib qo'lini ko'tarib Botir!
voy o'lsin, pulim qolib ketibdi bolalarim. Sal qoldi-ya. Xola, o'tlan yarmini yurib qo'ydik. Qolgan yarmini endi vaqtimiz bo'lgan kun qilamiz. Voy aylanib ketay bolam. Charchab qolmadinglarmi? Yo'q. Baraka topinglar, rahmat. Ovqatim tayyor, yeb ketinglar. Bo'ldi, qol. Yo'q, xola, bizdan ozgina ishimiz bor edi. Voy bolam. Qilaylikmi? Voy O'sha aylanib. ishni ovqatlangandan keyin Rahmat bolam. Kelamiz yana. Rahmat, tan joninglar sog' bo'lsin. Rahmat. qanaqa qilib ololmaslik mumkin, a? Qanaqa qilib ololmaslik mumkin? Bo'ldi endi. Shuncha tushuntirdik, suyun. Botiram nima qilsin? Men ham xolani ko'rib qo'rqib ketdim. Sanchisan? Sen xolaga qarashing kerak emasmidi? Bo'ldi. Ertaga ish qolganini qilamiz. Xola yana chiqib ketadi. Sen vasiyat olasan, ketamiz. Bo'ldi. Bo'lmaydi. Nimaga? Nozimaga buvsi aytganmish, ertaga chiqib ketmasalar, hamma narsani o'zim ko'chib olib chiqotaman deganmish. Ulgurmay qolishimiz mumkin. Bunaqa riskovat qilban bo'lmaydi. Bugun xola baxtimizga chiqib ketdilar. Ertaga chiqib ketmasa nima bo'ladi? Kasha bo'ladi. To'g'ri. Nima qilamiz bolalar? Menda bitta ideya bor. Nima? Soat nechi? 12. Yo'llaringda. Nimaga? Yo'llaring. Yoqmayapti-da. Yurchi, nimadir boshlaydi yana. Qaralaring. Men bilan sanchkari kiramiz. Xolaga qarab turasan. Suyunsan shu yerda qarab tur. Bolalar problema bor. Nima? Oyoq kiyimim ikki xil bo'pti. Hozir qilma. Maska ham taqib ol. Qisqin. Rikol qilmay tur. Qarab tur bitta. Dokument yo'q. Turib qoladi. Nima qilayman? Ketdi. Vasiyat oldinglarmi? Yo'q. O'sha kuni o'shda edi shu vasiyat. Qatga qoldi. Bir nima qilamiz? Qila olmaymiz-da, shoh. Boshqa yo'li yo'q. Oxirgisi shu vasiyat edi. Bolalar, menda bitta yaxshi, bitta yomon xabar bor. Prikol bo'lsa hozir shart emas. Yaxshi shuki, vasiyat menda. Yomoni bo'lsa, uni tualetdan topdim. Mujik. Qo'limdan o'p. Nima o'paman? Bu o'psin-ki. O'pmasga. Bu qog'ozni yarmi qani? Tualetda faqat shu qog'oz qolibdi-da. Yozilganlarga tegmadim lekin, bundoq pastdan oldim. Birinchi marta prikoling yoqdi. Mujik. Men Noziga telefon qilib suyunchisini olay, hozir. Tualetdan chiqdingmi? Allo, Qalaysan? bo'ladi. Senga bitta yaxshi xabarim bor. Nima? Vasiyat menda. Rostdan aytyapsizmi? Aldamayapsizmi? Ha, hozir qo'limda o'qib turibman mana. Qachon oldingizmi? Endi yog'ini qo'yaver. Muhimi vasiyat menda. Endi chiqatga ketmaysizlar. Chiqatga qo'yib yubormayman seni. Balki bugun aytarsan, yaxshi ko'rasan meni. Ha. Botir! To'xtagin! Kechiringmi? Eshitdingmi? Nimani? Nozima Toshkentga ketayotgan ekan. Nima? Yur uyga. Yugur buloqqa. از برگ گل کاغذ ساز
میپردازم نامه شیری میپردازم. خیال این سیشن aytgandi deya. Alo. Endi hammasini hal qilgandim ha. Baribir foydasi yo'q. Ertalab buvim militsiyalar bilan kelib shallaqlik qilib hamma narsamiz bilan ko'chaga haydadilar. Hozir biz Toshkentdagi tog'amkiga keldik. Baribir buvim yutib chiqdilar. Vasiyat nima bo'ladi? Endi uni keragi ham yo'q. Chunki buvim hammasini hal qilib bo'ldilar. Ha mayli. O'zingni ehtiyot qil. Oshiq yigit. Ketdik. Qatga? Toshkentga. Nima bor Toshkentda? Vasiyat tezroq sudga yetkazaylik. Adam kutib qoldilar. Hal qilsa bo'larmikan? Nima bo'lmaydi, o'tir ketdi.